Mende ilk uchun yıkılma bir. Keçe sınıftaşlarımız taşaktı lalasını. Bunları esliysem hemen seni lalap partiyerdi. Attı hazıram dedim. İstersen dur. Yaşaştın günlerimiz yok aslında lalap partiyer. Kaptı boşuna. Mana hakan. Roga lola bir kez utretken bana. Çekeden. Bortaş. Çetten başlayanım baya. Hadi yapça borasız. Başlayalım. Öz ketsiz naraga kim bormayız ki biz bilan. Çakırsak kimez ki hayatda. Kettik yapça. Apça babasım has küçük teşekkür Apça 10 kun 15 kun utardı. Ketse 2 milyon gider apça. Ben geldi. Ya şu birinci orunda. Yan orta çok. Yaramız kuleysen. Bir baklaşta suğula fotoğrafından beri. Kuleysen kimeysen biz olduğumuz gibi. Biz ariler bunu borda. Biz bir keçe yatıp. Hiç mi? Anne gelirken. Taşkende düdüğünü Birikten. Bu sefer burgut birdi. Bu ikinci bayrağı oldu. Shuncha katta davlatda o'zimniki oldim. Keyin mana kichkina hozir bir kattaroq davlat bo'lmoqchi edi. Hozir bitgan kattasi mana shu ekan. Demak shunisiga o'taman. Tanımayacağım. Gençi? Değil o'sha kampichan qayerdan oldi? Keyin akam kiranda kecha kiranda sen için yapıyor dedi. Ne kadar dinozavr. Nima chiqsa sen kompyuterda. Aka chachalarga 5 kat vaqt so'ramasam ha ko'rdikdi. Notabomda aytmayapmiz. Notabom notabom bor deysiz. Ha, notabomdan bir pachka hech kim mirlamabdi-da. Keyin men xudoyimiz olib chiqib ketaversan ham oling dedi-da. Keyin sizlar bizda edi sachkalarni oling dedi. Keyin bir 4 ta men qo'limga changal olsa kichkina. Shunchasidan Qontoqtalataydim kirib berdim. Birinchi men ham yemam kichkinacha-ku. Bir kichkina deb. Ana. Keyin shunday kirib qontoqtalataydim deb turibman. keyin onu bakıla olib keladi. Bir salatan ekan. Tuvakka aralashtirib bor-ku, yengil-ku, bir kilosi bir paket bo'ladi. oq salatanda bir to'la ekan. Ona shuga keyin ona shu yerda paketcha ber dedim. Ikkita qismda opaniki bor, meniki bor-da. Keyin ana shu yerda paketcha bersam nima berdi? Ha, shunchaga so'radim-da. Opaniki. Shu akam olib keldi ki kecha Toshkentga bordim. Akam qizi bilan plastik uchun. Shunga borganimizda hozir birga chiqib olaman. tog'am ana berdi. Shundan so'ng 200 ming berdi. Ayol tutadi bor. Shundan voy o'rgurmay qoldim. Yangimda tojikchalab sho'rva osib qo'y dedi. Ana qiz singlisi bilan onlara boradi dedi. 200 ming kirmayapti. Bo'pti deb sho'rva kelini bilan unaqa qilganmanki jahlim Yana chiqib bittadan ketadi. keldi. Yangam keyin pastga tushib turdi ko'rishdi keyin tog'am pul berdi menga. Notabom bir pachka. Boya xaltachal choy bor-ku. Shu 2 pachka shokolad, yana bir nimalar qilib. Ha? Qani past o'rinda ekanman-ku. Kelin boya kecha Hozir birga chiqib olaman. xaltachasida 10 ta bor. Olavermi? Unaqa ichmay qo'ying. Tushirmaysizmi? Oldimda boyadlar fursatidan paketchali choylarni o'sha choydan olaman deb olmadim. Shunday choydan
kecha Shahmozga 600 ming berib ketgan. Xarita ham bor ekan tuanetda. Puli bo'lmaganda ulara do'z bera Ha, olmadim. shu Bitta atrofda plastik ekan. olay beraman. Chaqirmas berib o'tirmaydi. Tanaga solishim kerak. Ko'rmay qoldim baribir. Ko'rmay qoldim deydi. Uchaxonada. Keldi desam ko'rdimmi? Aniq ko'rdingizmi deydi. O billa keldim men mashinada dedim. Opam, tog'am mashinada. Men ishlarga kirib, qizimga ketgan bo'lgan shekilli. Bir qo'limdan yurdi, o'zlari xafa bo'lar deb keldim. Ana birga chiqaman res. Sirtdagimi? Molga qarash kerak. Men bu charchayib berdi. Boyagi nomi kichkina mayda mashin. Ukab. U qayerda? U ham shu. Navoiyda. Ana shu kelgan mashin kelgan kuni hammasi magazinga bordi. Ko'rsam shunaqada rissa zo'r savdo bo'ldi. Ular soladi, hozir deydi biz oqsifat 15 ta deb qaliyanni sotib oldi deydi. Oq Matizmi deb Spark dedim. Shu kichkina mashina. Ha, voy ana shuni. Magazinda qora bo'lmaga dedi, o'zi yo'g'ida deydi, rosa qora ekan. Yetdim. Birga yeb yurdim doim. Vay. Bir kun iftar qilaman dedi. Kelishdi dedi. Iftar dedi. Men olbordim. O'zimdan aytgan guruchini tugatib berganda bo'lmasin. Sen yaxshi bo'ladi desang somon bo'lsa kerakmi dedi. Men har doim shuni qilaman. Yatağı kokuyorum. Kazanlarım kaç kilosu unuttum. Ha, şu bırakıp dinlerdim ha. Qo'shninglar ber bolam.
Qo'shningga bersang ko'tarib qo'yar, Safiya qarab o'tiribdi. O'zlarim yaxshi sen Safiya qarab o'tiribdi. Ana xolos. Tez tur.